İmom Azam aytgan ekanlar, pulni yomon ko'raman degan odam yo jinni yo yolg'onchi degan ekanlar. Bu dunyoda pulingiz bo'lmasa 100 ta do'stingizdan bittasi yoningizda turadi, 99 tasi yuz o'giradi. Gapingiz ham birovga yoqmaydi. Ilmingiz bormi? Obro'yingiz bormi? Pulingiz yo'q, e'tiboringiz yo'q bo'ladi. Odam zotni juda yuzini shuvut qilib qo'yadi pulsizlik, molsizlik. Birdan yaxshi pul topib turgan odamdan birdan ketib qolsa, ba'zilar aytadi, pul bu. Xo'p, sen o'zing bir pulsiz odamni e'tiborga qanday olasan, u puldorni qanday e'tiborga olasan? Ko'p gapiraverma. Masalan, bir boyvachcha odamga qanaqa muomalada bo'lasan, u pul so'rab kelgan odamga qanaqa muomala bo'lasan?